zamonaviy ilm-fan fidoyilari. Biz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosat va boshqaruvi akademiyasi binosida juda muhim va dolzarb mavzu davlat siyosati va boshqaruvining yangi trendlariga bag'ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasini ochish arafasida. Sizlarni davlat siyosati va boshqaruvining yangi tendensiyalari mavzusidagi ilmiy-amaliy xalqaro konferensiyada samimiy uchrashishdan mamnunman. Ishonamanki, bugungi xalqaro konferensiya mutaxassislar, ilmiy tadqiqot muassasalari vakillarini birlashtirgan holda davlat boshqaruv tizimini takomillashtirishga qaratilgan muhim muloqot maydoniga aylanadi.